İkisininki imanının mükemmel, toluq, g'aybga qarta qandaq bir imanning to'lib toshgan ishonchini bilgachga shundaq degan deydi. Hamda İmam Tirmizi degan muhaddis olim hamda Abi Said al-Khudri degan sahobadan rivoyat qilinishicha, bu kishimi Ansari sahobalardan shundaq deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundaq degan ekan. Har qanday bir payg'ambar bo'ldi ekan, u payg'ambarniki shu insonlardan ikki farishtalardan ikki vaziri bo'ladi deydi. Mening hamda osmondagi farishtalardan vazirim Jibril bilan Mikaildir. Ammo mening shu yerdagi insonlardan bo'lgan ikki vazirim Abu Bakr va Umardir degan. Hamda hadis olimlari va ulardan boshqa olimlar Said ibn Zayd degan sahobadan hadis bayon qilgan. Hamda Said ibn Zayd kim desak, bu kishimi o'zi Quraysh qabilasidan bo'lgan Cennetlen bisharet bildiren 10 sahabeninki biri. Bu kişininki hatta dadısımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber buluştuğun burun dünyadan ketken. Mesela aldığın dersimizde ötken Umeyyed ibn Ebi Seled bilen Zeyd ibn Umar ibn Nufel ikisi paranlaşıqa vaxtıda Ömer, Hazreti Ebu Bekir Sıddık kepini anlayan bir kişininki bayanı öttük. Yani bunlar İbrahim Aleyhisselam'daki dinde yaşayan, butqa ibadet kılmagan diye. Şu kişininki oğlu bolu demdi bu. Bu kişi deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki mundaq degenligini anlagan edim. Ebu Bekir cennette, Ömer cennette, Osman cennette, Ali cennette deb şu unaylarni to'liq sanagan deydi. Hamda İmam Tirmizi rahmetullahi alayhi Abi Said al-Khudri'den rivoyat qilib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam shundaq deganki, hamda cennetdagi darajalik kishilar, darajasi yuqori kishilar o'zining ostiz kishilarni ko'rib turdi-da. Cennetdagi darajalarga o'xshamaydi hamda. Yuqori töven boludu. Xuddi mesela sizler şu osmon boshlig'ida chaqnagan yulduzini ko'rib turganlarga o'xshash ko'rib turdi deydi. Men Abu Bakr va Umar men shular qatoridan, hatto ulardan ortiq, ya'ni darajasi fazilatimizdan yuqori demoqchi. Bu hadisi Tabrani hamda Jabir ibn Samura va Abu Hurayra qatorliq sahobalardan rivoyat qilgan deydi. İmam Tirmizi rahmetullahi alayhi Enes radhiyallohu anhu rivoyat qilinishicha, Peygamber aleyhissalatu vesselam bir kuni muhacir ensarlar o'tag'an bir so'rovga chiqibdi sahobalarning ichiga. Ularning ichida Abu Bakr, Umar bor ekan. Hech kim Rasulullohga ko'zimda tikilib, bunda qarayamaydi. Faqat Abu Bakr, Umar. U ikkisi Rasulullohga tabassum bilan, bir xil xushallik bilan qarab turadi-da. Peygamberimiz o ikkisi qarab, tabassum bilan qaragan deydi. Hamda İmam Tirmizi Hakim Abdullah ibn Ömer'de rivayet kılınışça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir güne sırık çıkıptı. Mescid kiripti. Ebu Bekir ve Ömer birisi on tarafıyla birisi sol tarafıyla. Resulullah ikisini kolunu tutup çiğdi de mescidke. Şu vaxtıda biz kıyamet günü biz muştaq terilip kopulmayız degan. Bunu İmam Tabrani Evset namlı kitapta Ebu Hureyre'den bayan kılgan. Hem de hazırmı Resulullah'ın kabirse Ömer'nin, Ebu Bekir'nin kabrisi bir yerde. Belki bu şunun bu delil ispat boz gerek. Dünyadaki ornum şu, ahiretim şunak boz gerek inşallah. Hem İmam Tirmizi Hakim qatorliq hadis olimlari Abdullah ibn Ömer'den hadis bayan qilib, şunak deydi, Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan. Zemin tunji bulab adam terilgan vaqtida yer yerilib tunji qo'padigan adam men, ondan Abu Bekir, ondan Ömer deb shunaq degan. İmam Tirmizi Hakim chiqargan bir hadisda bu hadisni Hakim Abdullah ibn Hanteb degan kishi rivoyat qilib buni sahih deb qaragan. Peygamber aleyhissalatu vesselam Abu Bakr ile Ömer'ni qarab ko'rib bir kez mundaq degan. Mana bu ikkisi quloq va ko'z doğru deb. Yani belki bu ularniki shu aqlning sog'lomligi, ko'zning qalb nuri, ko'z nuriniki bir ilm, imonga dalolat qilgan so'z bo'lsa kerak. Bu hadisni İmam Tabrani Abdullah ibn Ömer'den va ibn Amr'dan bayon qilgan. İmam Bazzar, Hakim qatorliq olimlar Abi Arvad Davsi'den hadis bayan qilgan. Bu kishi deydi, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki huzur deydim bir kuni. Abu Bakr ile Ömer keldi de, şega vaqtida Peygamber sallam dedi. Sizlar bilan meni Alloh taolo qo'lladi va shu Allohga hamd sano etma. Yoki sizlar orqali meni qo'llagan Allohga hamdlar bo'lsin deb shunday degan. Endi bu hadis ham Bara ibn Azibniki hadisida mushtaq kelgan. Bu hadisni Tabrani Avsat nomli kitobda bayon qilgan. Bu hadis kitoblaridan biri İmam Tabranining. Ebu Ya'la Ammar ibn Yasir'den hadis bayan qilgan. Ammar ibn Yasir aldı tercümalı ötüp ketdi Rasulullah. Ali radhiyallahu anhu bilan birga Muaviya tarafidagi kishilar tarafida o'ldirilganda. Bu kishi deydi Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir kuni mundaq dedi. Meni qishimga hozir Jibril kelib, dedim men ey Jibril, Bana bir Ömer ibn Hattab'dan fazileti hakkında artıqçılığını sözlep bergen desem,
Jibril dediki, agar sen Ömerning fazilatini so'zlab bersam, ay Nuhning zamonasiga shu qavmi tug'a vaqtdan tortib, Ömerning fazilati tugamaydi. Hatta Ömer bu Ebu Bekir'nin hasanat, yaxşılıklardan afzal fazilatlardan bir fazilatdir degan. Endi Ömerning tugamaydi. Lekin mushunchida cho'ng bir yaxshilik bor odam Ebu Bekir'ning hasanatidan ma'lum bir hasanatdir degan. İmam Ahmed Abdurrahman ibn G'animdan hadis bayon qilgan. Endi bu Abdurrahman ibn G'anim degan o'zi sahoba emas, lekin payg'ambarimizning zamonasida musulmon bo'lgan, Rasulullohni ko'rmagan, Rasulullohni qashqa kelish nisb bo'lmagan. Ammo Rasulullohni ko'rgan sahobalarni yaqin o'ziga do'st tutib, hamroh tutib, shulardan jiq hadis ta'lim olgan kishi. Payg'ambar sallallohu bir kuni Abu Bakr Umarga shunday topdi. Agar ikkingni bir maslahatga o'rtaq birga kelsanglar, men sizlarga qarshi chiqmayman, sizlarning fikringizni qabul qilaman degan. Demak, bu ishkelandagi ortiqchilik. Bu hadisni Imom Tabroniy Baro ibn Azibning hadisidan yana bayon qilib chiqargan. Endi Ibn Sa'd Abdullah ibn Umardan rivoyat qilib, so'rlabdi Abdullah ibn Umar. Rasulullohning zamonasida kishilar kim fatvo beradi desa, Abu Bakr Umar o ikisini boshqasini men bilmayman degan ekan. Ammo Qosim ibn Muhammaddan hadis bayon qilgan so'zda Abu Bakr Umar Osmon Alilar Rasulullohning zamonasida turib, Rasululloh bo'lsa-mu, ular fatvo berishadi degan. Demek bununki ilmi ve imanı bo'lgan ishonch shu davrdagi. İmam Tabrani rahmetullohi Abdullah ibn Mesuddan hadis bayon qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan. Har qanday payg'ambarning o'z ummatidan o'zining xos bir odamlar bo'ldi. Xos. Mening sahobalarimda mening xos odamlarim bo'lsa Abu Bakr va Umardir. Yoki eng yaqin, eng ishonchli odamlar demakchi-da. Ibn Asakir Ali roziyallohu anhudan hadis bayon qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan ekan. Allah Abu Bakr'ga rahim qilsin. Bana kızını berdi. Meni muş hicret diyarıga elip geldi. Bilal'ni azat qildi. Ömer'ga Allah rahim qilsin. Açık olsun haqni deydi. Şun bu haqni degechke bunun dostu yok. Bunu haq tashlab qo'ydi. Allah Osman'a rahim qilsin. Ondan hatta farishtalar haya qildi. Allah Ali'ga rahim qilsin. Ya Allah o nerede bo'lsin? Haqni onun bilan birga qilgin. Haqni uningga bildirganda payg'ambarimiz mushtaq duo qilgan. Endi Imom Tabrani rahmatullohi alayhi Sahl degan sahobadan hadis bayon qilib bundoq deydi. Bu Sahl degan endi Sahl ibn Hanif degan sahoba shu o'zi ansarlardan, o'zi kambag'al o'tgan sahobalar. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan butun urushlarga Rasululloh nega borsa shu yerga birga hamroh bo'lib borgan. Buyuk sahobalarniki biri o'zi Kufada o'lib ketgan Ali roziyallohu anhu bilan bo'lgan shu Kureyşilde şu Ali radıyallahu anh'ın keyinde ötke adamlarında. Tamam şu 4 halife devirdi ama. Bu kişi deydi hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haccatul Vida'dan kelgende, Haccatul Vida degan Peygamberimizdeki en ahir qatım qilgan hajamda. Munberga chiqib Allohga hamd sano aytib mushtaqdi. Ey xaloyiq, Abu Bakr man qatti bir mendan xapulab baqqan yoki meni og'ritgan bir avval yo'q. Bunun bu qadrini bilinglar. Ey xaloyiq, men Abu Bakrdan, Umardan, Osmandan, Alidan, Talhadan, Zubayrdan, Sa'ddan, Abdurrahman ibn Avfdan, bütün barliq burunqi koni muhacirlardan men roziman, ulardan xursand. Ularning bu haqqini bilinglar deb payg'ambarimiz shunday degan. Boshqa o'zinki bir odamlarniki yaqin bir tuhbalarini, ortiqchiliklarini bilishma, uning qadrini qilishma bir esil fazilat. Endi Abdullah ibn Ahmed Zavaid-uz Zuhd nomli kitobda Ibn Abi Hazim degan kishidan hadis bayon qilib bundoq degan ekan. Bir odam endi Ali ibn Husaynni qashqa kelibdi. Abu Bakr bilan Umarninki mush Rasulullohga nisbatan Rasulullohning atrofida darajasi qandaroqdi deb so'rabdi. Bu kishi javoban mana hozir bu ikkisining darajasi mana shuningdek hozirgidek deb javob bergan dedi. Demak, qabrni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Demek kabirde qanday yaqin bo'lgan bo'lsa, hozirmi shundoq edi demoqchi bo'lsa kerak. Hamda Ibn Sa'd Bastam ibn Muslim degan kishidan hadis bayon qilib bundoq degan. Bu Bastam degan kishimi hamda shu hadis olimlarniki bir rivoyat qilgan ustozlardan birisi. Bu kishi deydi Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Bakr Umarga shundoq degan ekan. Mendan keyin sizlarga bir kishi amir bo'lganmisin deb shundoq degan deydi. Hamda Ibn Asakir Anas ibn Malikdan marfu, ya'ni ulanma holatda bu hadisni bundoq bayon qilgan. Abu Bakr Ömer'ni bu işkellerini söğüş imanның dalaleti. O ikisinden nefretleniş, ötkürüş, küpürlükның alameti belgisi dep şundaq degan. Hamda Abdullah ibn Mesuddan chiqargan bir hadisda mundaq degan. Abu Bakr va Ömer'ni söymek, o ikisininki qadrini bilmek sünnetning qatoridan deb qaragan.
degan. Hamda Anas ibn Malik'te yana bunu ulanma halatda deganga yani bu hadisni Rasululloh ilib borgan, yani Rasululloh degan demakchi-da, bu marfu degan gapning ma'nosi. Ben hem de ümmetimning mushu Abu Bakr ve Ömer'ni sevganlik sevgisidan La ilahe illallah degan so'zdagi darajani umid qilma deb payg'ambarimiz bu shunday degan. Allah hammamizni Rasulullohni ve o'ziniki sahablarni yaxshi ko'radigan, shularni sevadigan, shularning yo'lida erishadigan kishilarning qatoridan qilsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ecmaîn.